официально же и кто, как бы сказать, продуктов составляет 20%. Вопросом, когда каждый раз поднимается вопрос об исламском финансировании, исламских финансах, не в Татарстане, а в других регионах России, особенно в Москве, и все еще есть серьезное непонимание и страх того, что приход исламских финансов приведет к исламизации общества, мол, это нам не надо. И бывает особо интересные высказывания, типа у нас иудейско-христианская страна, у нас такая система финансовая, и нам не нужны ваши исламские финансы. Но есть международный опыт таких христианских стран, как Люксембург, Германия, Великобритания. Şartlarına da doğru getirilmişsek, elbette bizim eksport aşağılatılan, regionlarda satılan mümkünçiliklerimiz artacak. Bu mümkünde ekspörtlerge gerek, şöyle bu toğa kirgen davrda da biz bizden doğru şirketten keltirgan investitsiyalardan, umuman eksportdan ko'lami da ortadigan shunday показательlar bor, statistika shunday bor. Shunga ko'ra biz ham tayanib, undan so'ng mana Tatarstonda bo'lgan mümkünçiliklarni kullanib, bu mümkünde büyük aktif şu yo'nalishda ishlarga tez deb sanayman. Chunki shunaqta mana yil davrida 30-40% o'sadigan industriyalar hali shu qalin industriyadan boshqa butun aytada olmaydi. Shunga ko'ra farq albatta bu mümkünde biz anlaymiz. Anan umuman industriya kirib olsak ko'lami hali zo'r tugul, lekin mana men ishonuvimcha kelasi 5 yilda minimum shu rynokdan ko'lami 2 taqir ortga tegishdi. Shunga ko'ra bunda mümkünçiliklar bor. Bu mümkünde hozir eng muhimi mana shu finansiy mexanizmlarni, investitsiyon proyektlarni turib hozirlash. Ham endi mana bu industriyani investitsiya yog'idan bek qiziqli ham zo'r mümkünçilikli turib ko'rsatib, investorlarni getirib bu rynokni kelishakda olg'a etib, Tatarston albatta shu yo'nalishda Rossiya davrida oldingilardan bo'lib, shuni yuzaga bo'lib tursa, biz bek qanoat. И кто, как бы сказать,